Assalomu alaykum barchaga, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. SAT imtihonida 2024-yil avgust, sentyabr, oktyabr oylarida tushgan testlarni ko'rib boramiz. Xo'p, demak, birinchi savol. 2024-yil avgust oyida tushgan savol. On average degan o'rtacha a certain ma'lum bir tree degani daraxt degani. Grows degani o'sadi degani. Ya'ni o'sish degani. 51 santimetr every har degani. Har months. Ya'ni har oyda 51 santimetr nima qiladi ekan? O'sir ekan. Xo'p. At this rate degani bu o'sish degani. Ya'ni bu o'sishda degani. Bu o'sishda which expression represents nima? Ifoda demak. Ifoda represent degani ko'rsatadi degani. Ko'rsatadi. The number of centimeters, ya'ni nimani? O'lchamni deyapti. Number of centimeter degani santimetrlar soni, ya'ni o'lchamini. O'rtacha. Tree grows, daraxt o'sadi. Every year degani har yerda. Demak, qaranglar. Bu yerdan ma'lumki, har monthsda bu 51 santimetr o'sadi. Endi men bu kani yerda nimaga o'tkazib oyga. Demak, 12 desam, u nimaga o'tdi? Oyga o'tdi. Months 51 ochsa, 12 oyda qancha oshadi? Demak, x ni so'roq toping deyapti. Demak, buni bilamiz, proporsiya usuli. Buni bunga. Mx tenglik 51 kira 12 k. Bu yerdan x topsam 51 kira 12 612 k m baqa bo'lish bo'lib o'tadi. Demak, javob shu. Bu javob qaysida? D. Hech qachon mana bu kani o'zini olib ketib 51 k taqsim deb ishlab qo'ymanglar. Ya'ni xato bo'lib qoladi. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi savol. The given equation, given degani berilgan degani. Berilgan equation. Nima? Tenglama. Berilgan tenglama relates. Ya'ni bog'liq degani. Relate. Bog'liq. Positive variables. Positive degani musbat degani. Variable degani o'zgaruvchilar degani. O'zgaruvchilar P, Q, R va S. Which of the following quyidagilardan qaysi biri is equivalent degani teng degani. Nimaga? Qu
ga teng. Ya'ni tu biza gani beradi. Q'ga teng. Demak, bizdan q'ni so'rayapti. Xo'p, qaranglar. Bu misollar in terms of degan shakl bor. In terms of, ya'ni ga ko'ra. Shu turdagi misollar bor. Ular nima desam bo'ladi? Oson va yechilish usuli har doim bir xil. Men tenglamani yozib olaman. Ya'ni 49 taqsim p teng 49 olib chiqib ketdim. Qoldi 1 taqsim q minus 1 taqsim r minus 1 taqsim s. 49 dan 49 qisqardi. Endi bizdan qni so'ragan. Xo'p. Qni so'raganligi uchun men qolganlarni bu tomonga o'taman. 1 taqsim p bu yoqqa o'tsa. 1 taqsim r bu bir tomonga o'tsa. 1 taqsim s teng 1 taqsim q. Xo'p. Endi shunday o'rnini almashtirib paman deyish xato. Ya'ni o'rnini almashtirib a javob topib qo'yishadi ko'pchilik. Bu xato. Qaranglar. Birinchi o'rinda umumiy mahraj berish kerak. Umumiy mahraj bu uchalasi uchun p r s. Bunga r ko'paygan s. Bunga p ko'paygan s. Bungachi p ko'paygan r. Shularni ko'paytirib chiqsam rs plus ps plus pr teng 1 taqsim q. Ana endi o'g'ir men o'rnini almashtirsam qaysi javob chiqadi? S javob chiqadi. Ya'ni tenglikni o'ng va chap tomonini birdaniga almashtiraman. Demak javob S. Keyin mana 49 bor ekan deb bu javobdan yugurib olmanglar, xato bo'lib qoladi. Hop. 3-misol. Qaranglar. Bizda o'sha yuqorida aytganimdek intermisofli misollar bordir, nima? Mana yana o'sha misolga bitta nima? Yana bitta misol. Ya'ni 2024-yil dekabr oyida tushgan savol. Xo'p. Men bu savolni mayda o'qib, o'tirib, tarjima qilish shart emas. Sabab nimaga? Bu turdagi misollarni men oxirgi bitta gapini o'qiyman. Agar mabodo tushunmasam, mayli keyin o'qing. Agar o'zi oxirgi bitta gapda chiqadi. Xo'p, demak ketdi. Which equation? Qaysi tenglama? Correctly degani to'g'ri degani. To'g'ri. Express degani ifodalamoq degani. Ifodalaydi. Objects speed. Ya'ni nima? Object narsa, speed bu bilamiz tezlik. Narsaning tezligini in meters per second. Ya'ni metr taqsim sekundda. In terms of ga ko'ra yuqorida yozdim. Object kinetic energy in joules. Ya'ni object narsaning kinetik energiyasi nimada deyapti? Joule deyapti. Xo'p. Qaranglar, mana o'zim aytdi. Ikkita o'zgaruvchi bor. K bor, keyin x bor. Aniq. Bu yerda K kinetic energy. Endi bitta x nima ekanmiz deymi? Tezlik ekan. Keyin javoblarni ham qarasak, nimani beryapti? Faqat v tezlikni beryapti. Va u k ga bog'liq. Men bu yerdan x kvadrat topaman. X kvadrat topsam 2k taqsim 49. Bu yerdan daraja pasaytirib olsam x eng ilzosida 2k taqsim 49. Bizda x nimaga teng ekan? V ga teng ekan. Demak, bu javob A javobda turibdi. 2k taqsim 49. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.